Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Shomurodovga fanatlar yangi talab qo'ydi. Rim shahri ahli va Roma muxlislari bo'rilarning Veronaga qarshi o'tkazgan o'yinini muhokama qilishni to'xtatgani yo'q. Ular jamoaning uzoq kutilgan musobaqa Yevropa Chempionlar Ligasiga chiqishini kutmoqda. Seriyaning 33-turida Roma qiyin g'alabani qo'lga kiritdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'purari Eldor Shomurodovning 4-daqiqada kiritgan to'pi rimliklarga qimmatli 3 ochkoni keltirdi va jamoani yuqori o'rinlar uchun kurashish imkoniyatini saqlab qoldi. Sport.uz portali rimlik fanatlarning fikr-mulohazalarini o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola qiladi. Resio Shomurodovning fanatlari mazza qildi. Gianluca Borchelli birinchi bo'limda Shomurodov kichik imkoniyatdan gol urdi. Aslida ikkinchi to'pni kiritib masalani hal qilish kerak edi. Yagona gol bilan o'yin oxirigacha g'alabani ushlab qolish juda qiyin ekan. Ciro Biancardi sarguzasht film ko'rgandek bo'ldim. Fantastik pas va Shomurodov juda kerakli gol. Savol tug'iladi. Nega goldan keyin hech narsa qila olmay qoldik? Franco Di Stadio Angelino raqib bilan ovora. Afsuski, Baldansi o'z o'yini bilan hech narsa qila olmadi. Sole va Salemakers himoyachilardan o'ta olmadi. Natijada Shomurodov oldingi chiziqda yolg'izlanib qoldi. Unga to'p yetib kelmadi. Shomurodovga yana gol urish uchun pas beradigan boshqa o'yinchi yo'qmi? Enzo Prayetti Romaning o'yini yoqmadi. Rimliklar juda sekin o'ynadi va to'pni asosan orqa chiziqqa oshirdi. Tezkor va qat'iyatli Veronaga qarshi bunday o'ynab bo'lmaydi. Baldansi va Salemakers hech narsa qila olmadi. Biz muxlislarga yoqqani Shomurodov gol urib natija qilib bergani bo'ldi. Carlos Smits Shomurodovning goli va natija yaxshi bo'ldi xolos. Rafael Burzi Shomurodovga qanotlardan yuqorilatib to'p uzatsa bo'lmaydimi? Mauro Duranti Men shaxsan Ranierining o'zi to'pni oldinga Eldor Shomurodovga yetkazib berishni so'raganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Lekin uning shogirdlari bu ishni eplay olmadi. Osiyon Yishi Shomurodov endi 2 dan gol urdi. Leandro Khalil 10 jamoadoshi to'p uzatmasa Shomurodov yana qanday gol ursin? Massimo Panchi faqat Eldorning goli va natijadan qoniqdim. Ham Der Niko zerikarli o'yinni Shomurodovning goli bezadi xolos. Rossiya Okup Eldor hammamizni xursand qildi. Abbosbek Fayzullayevning o'yindagi tushkunlik sababi nima? Mutaxassis fikrini bildirdi. Moskvaning CSKA klubi sobiq futbolchisi Aleksandr Grisin jamoaning o'zbekistonlik qanot hujumchisi Abbosbek Fayzullayevning joriy mavsumdagi o'yinlariga o'z munosabatini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, armiyachilarning taktik sxemasidagi o'zgarishlar futbolchining ko'rsatayotgan natijalariga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Fayzullayev tabiatan qanot hujumchisi, u aynan qanotda erkin va tezkor harakatlari bilan o'yinni yorqinroq ko'rsata oladi. Hozir esa murabbiylar uni o'zining an'anaviy bo'lmagan pozitsiyalarda ishlatishmoqda. Bu Abbosbekda noqulaylik va ishonchsizlikni keltirib chiqaryapti. Shuning uchun ba'zi paytlarda u maydonda o'zini yo'qotib qo'yadi. Agar uning eski o'rniga qayta qo'yishsa, yana avvalgidek yorqin o'yinlarni ko'rsata boshlaydi, deydi Grishin. Ma'lumot uchun 21 yoshli iqtidorli futbolchi ushbu mavsumda CSKA tarkibida Rossiya Premyer Ligasi hamda mamlakat kubogi doirasida o'tkazilgan 32 uchrashuvda maydonga tushgan va bu o'yinlarda 3 ta gol kiritib 7 marta samarali pas bergan. Klub bilan uning shartnomasi 2026-yil yozigacha mo'ljallangan bo'lib, Transfer Market portali uning hozirgi bozor narxini 8 million yevro atrofida baholamoqda. Sporting Viktor Gyökeresning narxini tushirdi. Unga asosiy da'vogar ma'lum. Sporting va Viktor Gyökeres o'zaro kelishib oldi. Portugaliya jamoasi hujumchining transfer narxini 70 million yevroga tushirishga rozi bo'ldi. Hujumchiga asosiy da'vogar Arsenal bo'lib turibdi. London klubi 25 yoshli hujumchi uchun 70 million yevro berishga tayyor va hujumchining o'zi ham Arsenalga o'tishga rozi bo'lgan. 25 yoshli futbolchi joriy mavsum 46 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning hisobida 47 ta gol va 11 ta golli uzatma bor.
Kasalni yashirgan o'ladi. O'zbekiston U17 g'alabasiga Qozog'istondan qattiq munosabat bo'ldi. Qozog'iston terma jamoasi matbuot xizmati rahbari Ermuhammad Mavlin qozoq futboli kelajagi haqida o'z fikrlarini bildirib, O'zbekiston yoshlarining g'alabasiga alohida e'tibor qaratdi. O'zbekiston U17 terma jamoasi Osiyo chempioni bo'lganini alohida ta'kidlamoqchiman. Ular finalda Saudiya Arabistonni yengdi. Ertaga mana shu futbolchilar yanada o'sadi. Sizlar bu o'yinchilarni qimmat narxga transfer qilasizlar va ularga katta maosh to'laysizlar. Bu yigitlar Astonada o'ynar, Artabasiga kelar. Sizlar O'zbekiston futboli qanday rivojlanayotganini ko'ryapsizlarmi? Biz buni chin dildan tan olishimiz kerak. Qozoqlarda kasalni yashirgan o'ladi degan naql bor. Hozir biz ana shu kasalni yashiryapmiz. Samak bu haqda gapirdi, demak biz ham buni gapirishimiz kerak. Boshqa murabbiylar ham jim turmasligi kerak, dedi Ermuhammad Mavlin. Al-Hilol Barselona futbolchisi uchun 100 million yevro to'lashga tayyor. O'yinchining o'ziga esa 200 million dollar. Al-Hilol Rafinha bilan shartnoma imzolash uchun katta xarajatlarga tayyor. Diario Sport xabariga ko'ra, Saudiya klubi Barselona o'yinchisini qo'lga kiritish uchun bor imkoniyatlarni ishga solmoqda. Yaqinda arab klubi delegatsiyasi braziliyalik futbolchi va boshqa o'yinchilarni sotib olishni muhokama qilish uchun Barselonaga tashrif buyurdi. 365 Scores ma'lumotiga ko'ra, klub Rafinhaga 4 yillik shartnoma taklif qildi. Unga 4 mavsum uchun jami 200 million dollar, ya'ni har bir mavsum uchun 50 million dollar to'lanadi. Al-Hilol Barselonaga transfer uchun 100 million yevro to'lashga tayyor. Blaugrananing sport direktorlari vaziyatdan xabardor va o'yinchini har qanday yo'l bilan saqlab qolish niyatida. Biroq oxirgi qarorni Rafinhaning o'zi qabul qiladi. Ta'kidlanishicha, yarim himoyachi birinchi navbatda Barsada o'ynashni davom ettirishni xohlaydi. Abduqodir Husanov masalasi. Manchester Cityning oxirgi o'yinlarida Husanov zaxirada qolgach, muxlislarimizda xavotir kuchayib bordi. Bu esa o'z navbatida turli farazlarni keltirib chiqardi. Ijara, transfer bilan kelishmovchilik va hokazo. Vaziyat qandayligini bilish uchun Abduqodirning yaqinlari bilan gaplashdik. Aslida nima bo'lyapti? Birinchi navbatda aytib o'tamiz, Guardiola bilan hech qanday shaxsiy va professional darajada ziddiyat yo'q. Aksincha, Pep mashg'ulotlarda doimiy tarzda unga e'tibor qiladi. Pozitsiyasi bo'yicha taktik ko'rsatmalar beradi, ishonchi so'nmagan. Jismoniy jihatdan ham Husanovda hozir muammo, pasayish yo'q. O'yinlarda tushmayotganiga sabab sog'lom raqobat. Yana bir yosh himoyachi O'Rayli chap qanotda ketma-ket uchrashuvlarda gollar va assistlar qayd etgach, yoshga Guardiola markaziga o'tkazildi. Diash lider sifatida markaziy o'ng himoyachi sifatida harakat qilmoqda. Pep shu variantni qo'llagach, City qatorasiga yutishni boshladi. Nafaqat Guardiola, aksariyat murabbiylar natija bo'lib turgan joyda rotatsiya qilmaydi. Ayniqsa himoyada qolaversa, mavsum yakunida Manchester Cityning yo'qotadigan har bir ochkosi Chempionlar Ligasidan mahrum qilishi mumkin. Bugun yutsa va himoya yaxshi o'ynasa, ertaga yana shular tushadi. Bu normal jarayon. Abduqodir Husanovda hali imkon bo'ladi, ishoning. O'zining yondashuvi pozitiv payt poylayapti, deb yozgan Davron Fayziyev.